Bismillahirrahmanirrahim. Hammaga assalomu alaykum. Iqboljon o'z kanali hamda Chorvoz kanali hurmatli obunachilari, biz muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari hamda Chorvoz ishqibozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 1-fevral 2026-yil biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on chorva bozoriga kelganmiz. Inshaalloh bugun sizlarga bozor narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizni yoqsangiz, olmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikr-mulohazalaringizni qoldirib o'tirasizlar. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalda yangi mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonda qizil obuna bo'lish yoki tapachcha tugmasi bor. Shuni bosib qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalar, biz kirgizib boradigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli aka-ukalar, arzon ro'zg'or bog' sigirlar so'raganlar uchun ro'zg'or bog' sigirlar qatoridan video samkamiz boshlayverdik. Sizlarga imkon qadar baholi qudrat ko'rsatib o'tiraman narxlarni. Mana shu yana dashmasam baraka bo'ldi. Nech pulga baraka bo'ldi? Baraka bo'ldimi bu? Nech pulga ketdi? Dashmasam sotiladi. Hozir narxlarni bilib o'tamiz sizlarga. Qo'ldan kelgancha ro'zg'or bog' sigirlar so'raganlarga baholi qudrat ko'rsatib o'tiramiz. Arzon sigirlar qatoridamiz. Ammo mana shu sigirimizdan birinchi bolasi xunojin ekan mana shu. 16 million 700 ga olindi adashmasam hozir. Mana shu qora 16 million 700 ga. Birinchi bolasi xunojin. Mana shu qoramiz. 16 million 700 ga baraka bo'ldi. Gap yo'q. Arzon ro'zg'or bog' sigirlar qatoridan so'ragan obunachilarimiz uchun chiroyli qilib. Bu baraka bo'ptimi? Bu nech pulga baraka bo'ldi? Nimadan? Qancha? 31,5 ga. Gap yo'q. 31 million 500 ga baraka bo'ldi. Nimadan onacha aytganimiz ana. Ana. Adashmasam 3-chi bo'ladi. Ydiradi buni 31 million 500 ga baraka bo'ldi ana shu. Ana. Olganga ham, sotganga ham xudo barakali qilsin mana bolasi. Bolasi adashmasam nima bo'lsa ekan ana. Gap yo'q. 31 million 500 ga baraka bo'ldi. Barakali qilsin. Gap yo'q. Sizlarga bozordagi hamyon bob ro'zg'or bob sigirlar narxlarini yoritib beraveramiz sizlarga baholi qudrat. Boya aka nechinchi bo'ladi ekan bu? 3-chisi. Bolasi bu qocha? 3-chi bolasi. Mana ko'ringlarchi. Sizlarga ko'rsatib o'tiramiz baholi qudrat bozordagi narx-navolarni. Boya aka nechinchi bo'ladi ekan bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Va domlalar ro'zg'or bog' sigir so'raganlarga ikkinchi bola. Allohning ajin. Nech pul deyapsiz boyga buni? 25 million kami bor. Bozor narx berdimi? Endi nechta suti borda xolasa? 5 ta sutga. 25 million kami bor. Yaxshi. Bozor bersin boyaga. Bundan kelgancha kuzatib o'tiramiz. Boyga bu nechinchi bolasi ekan? 3-chi bolasi. Bolasini o'g'ilcha. 3-chi bolasini o'g'ilcha. Hurmatli obunachilar, mana ko'ringlarchi. Men bu ro'zg'or bog' sigir so'raganlarga pul nech pul deyapsiz boyaga buni? 28 kam bor deyapsiz. 28 million kam bor. Nechta sutga xohlasa? Suti 5 litr suti bor. 5 litr suti bor. Ha, 5 litr suti bor. Ana, bozorda sovgan 5 litr suti bor ekan. 28 million kami bor. Bozor nech pul berdi so'ramasa? Savdo qildimi? Hozir 24 qilishyapti. 24 qilishyapti, hurmatli obunachilar. 28 million kami bor, 24 million qilishyapti ekan. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar. Yebichalar cho'tkin boyagadan xolasa? Yebichalari zo'r ekan. Ishqozga nomer qoldiramizmi? Yo'q, so'ramiz. Mayli, boyaga bozor bersin. Yaxshi, to'g'ri. 28 million kam bor, 24 million savdosi bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Arzon ro'zg'or bog' sigir so'raganlarga hamyon bog' sigirlar qatoridamiz. Boyga nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bolasi. Bola novvoscha. Nechta suti bor xolasa? Sutini garantiya yo'q, ha? Birinchi bolasi novvoscha ekan. Bir haftalik bo'lgan yo'q ekan bolasi. Nech pul savdo bo'lyapti? Ne savdo bo'lyapti hozir? 21. O'zingiz nechib so'rayapsiz? 25 baho aytdim, 23. Ha. 25 million baho aytibdi, 21 savdo bo'lyapti hozir. Hurmatli obunachilar, birinchi bolasi novvoscha. Ana. Ha, sigiramiz gap yo'q. Yaxshi, tamom bas. Ko'rsatib o'tiramiz bozordagi narxlardan. Tog'a nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bolasi. Bolasi? Novvoscha, birinchi bolasi Novvoscha. Hurmatli obunachilar, mana
Birinchi bola bolasini o'sha. Gap yo'q. Nech pul deyapsiz og'a buni? 25 so'rayapsiz. Bozor nech pul berdi? Savdo qildingmi bozor? 21 ga. Yaxshi. 25 million baho aytyapti, 21 ga so'radi. Hurmatli obunachilar, birinchi bola bolasini o'sha. Yaxshi. Yomon emas. Bozorni bersin, tog'a. Buraya ko'rsatib o'tiramiz bozordagi narx-navolarni. Nechinchi bolasi ekan bu? Zo'jaynasi. Birinchi bolasi ekan, hurmatli obunachilar. Bular bu qacha? Necha pul so'rayapsiz? Necha pul baho aytyapsiz? 24 million. Bozor necha pul beryapti? Endi o'shyapti, ha? Yaxshi. Gap yo'q. 24 million. Qancha qilyapti aka buni? Arzon ro'zg'or bo'lsa sigirlar qatoridan sizlarga. Qo'shnisima bermadim, senga berdim deb 500 ming so'm o'tdi. Shu savdo bo'lyapti hozir? Ha, nech pul savdo bo'lyapti? 30. Nechinchi bolasi? 4-chi bola. 4-chi bolasi. Bo'ldimi? Baraka bo'ldimi? Nech pulga ketdi? 30 million, gap yo'q. Hurmatli obunachilar, 30 millionga baraka bo'ldi. Narisiga. 30 millionga baraka bo'ldi, gap yo'q. Ana. 30 millionga bob baraka bo'ldi. Ana. Yesa bo'ldi deyapman. Yo'q, yeb ichishini gapirmang. Mana sutoma so'ragan sut. Ana. Ay, sigirma 30 millionga baraka bo'ldi. Hurmatli obunachilar. 4-chi bolasi, gap yo'q. Yenge ham, sotganga ham xudo barakali qilsin. 30 millionga baraka bo'ldi mana shu. 30. Boyga bu nechinchi bolasi ekan bu? 3-chisi. 3-chisi. Bolasi nima? Xunajin. 3-chi bola bolasi Xunajin. Hurmatli obunachilar. 3-chi bola bolasi Xunajin. Nechta sutga xolasa? Nechta suti bor buni? 7 taga. 7 taga olaveradi. Pulini nech pul deyapsiz? 25 kam bor. 25 million kam bor. Bozor nech pul berdi? Savdo qildimi? 22. 25 million bahosi, 22 million bozor savdo qildi. Hurmatli obunachilar, 7 ta sutga 3-chi bolasi Xunajin. Ana bolasi. 3-chi bola bolasi Xunajin. Yaxshi. Yuvoshligi yeb ichishi yaxshi-da xolasa? Yuvosh-a? Gap yo'q. Shuni endi 8 ta qilyapti. Ha. Ishqolga nomer qoldiramizmi? Yo'q, sotilib Mayli, bozorni bersin-da. Sog' bo'ling. Bu nechinchi bolasi ekan bu? Ikkinchi bolasi. Bolasi? Xunajin. Ikkinchi bola bolasi Xunajin. Necha pul savdo bo'lyapti? Savdo bo'lyapti? Necha pul so'rayapsiz bunga? 28. 28 million. Ikkinchi bola bolasi Xunajin. 28 million. Nechta sutga? 8 ta 8 ta, ha? beryapti. Ha. Yaxshi. Bozorlarni bersin. Ana ham bu sigirlardan. Nechinchi bolasi ekan bu? Ha? Birinchisi. Birinchi bola. Birinchi bola. Men bor sigirni so'raganlarga arzon sigirlar qatoridan. Nech pul so'rayapsiz bunga? Nech pul deyapsiz buni? Qancha? Nech pulga ketdi? Ha, sotilibdi. Barakasini bersin. Olganga ham sotganga ham barakali bo'lsin. Narxini bilmadi lekin, narxini bilishmaydi ekan. Qo'yaga turibsiz. Mana bu yerda ham. Bular sotildimi, sotilmadi, bular bilmaymiz narxlarini. Bilganlarimizni ko'rsatib o'tiramiz. Yap sigirlar chiqdi. Boyga nechinchi bolasi ekan bu? Ikkinchisi. Bolasi? Ikkinchi bola bolasi Xunajin. Hurmatli obunachilar, mana. Ikkinchi bola bolasi Xunajin. Nech pul baho aytyapsiz bunga? 35 million. Kami bor. Bozor nech pul qildi? 31,5. 35 million bahosi 31,5 borida savdo berdi. Hurmatli obunachilar. Ikkinchi bolasi Xunajin. Ha. Yaxshi. Bozorlarni bersin. Ay maşallah. Ular gibrit şekilde mi lan? Nechinchi bolasi bu? İkincisi. Yaxshi. İkinci bola bolasi bu qo'cha. Davomchilar mana.
Ikkinchi bo'ladi ekan. Gibrid ekan bo'ladi ekan. Ana. Inshaalloh. Necha pul o'tyapsiz og'amga? Necha pul so'rayapsiz? Ha? 38 qilishyapti. Yaxshi. 38 million qilishyapti, hurmatli obunachilar, ana shuni. Yo'q, yaxshi. Bozorlanaversin. Sizlarga. Aytayam savdolar azizcha. 34,5 ga savdo bo'lyapti mana shu. 34,5. 34,5 ga savdo bo'lyapti. Savdo katta bo'lyapti. Baraka bo'ldi. Necha pulga baraka bo'ldi? 34,5. Nechinchi bo'ladi? Uchinchi bola bolasini o'g'moqchi. Uchinchi bola bolasini o'g'moqchi. 34 million 500 ga baraka bo'ldi, gap yo'q. Bo'lsa bir hafta bo'ldi. Aniqini yesang Olganga ham, sotganga ham barakali qilsin, gap yo'q. 34 million 500 ga. bir novasi. Zo'r. O'shaga baylar keyin almashtirib olishga to'g'ri.